Shunday ro'zadorlar bor dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Ularda ro'zadan topgan foydasi, osh qolgani yo'q, chanqagan, ularga ajr yo'q. Chunki boyaga yeyish ichishdan aloqadan tiyildi, ammo boshqa gunohlardan tiyilmadi. Demak, taqvo sifati topilmadi bu odamdan. Demak, bu odam ro'zasi ro'za emas. Yani shunday bir namozda qoyim bo'ladigan insonlar bor. Ularda namozdan topgan narsasi uyqusidan qolgani xolos. Shuning uchun yemayapmiz, ichmayapmiz, aloqadan tiyilyapmizmi? Endi bu ommaning ro'zasi. Hamma shunaqa ro'za tutadi. Ommatun nas. Ommatan odamlar shunaqa ro'za tutadi. Endi xos odamlarning ro'zasi bor, ikkinchi sort ro'za. Xos odamlar kim desa, yemaydi, ichmaydi, aloqa qilmaydi va a'zolarini ham ro'zasini tutadi. Ko'zini tiyadi, qo'lini tiyadi. Bu ikkinchi. Endi eng oliy ro'za kim desa, xossatan xususlarning ro'zasi. Bular yemaydi, ichmaydi, aloqa qilmaydi. Ko'z, qo'l, oyoq a'zolarini ro'zasini tutadi hamda qalb ro'zasini ham tutadi.